Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilarga. Hozir biz polda turib o'ynakni tayyorlaydik, ko'zguni, ya'ni buning uchun nima ketishini, nimadan iboratligini bilib olamiz. 1 metrdan 2 metr reka ketadi. 1,5 santimetrga 2,5 santimetrli. 60 santimetrli yana bitta ketadi. 2,60 ketadi. Keyin 1,5 ga 4 reka 60 santimetr. 1,5 ga 7 santimetrlidan. Bu o'ynagingiz razmeriga qarab atrofiga ketadi. Endi instrumentlarimizda oddiy kraska shotka, belila oq kraska, dasarra, отвертка, stepler, ручной дрель, PVA kley hamda mana buni tiklab yotqizish uchun mana bu yerga ikkita oshiq moshiq qo'yganmiz. Ikkita oshiq moshiq. Mana bu rekaga bir tarafi mana ko'zguga o'rnadi. Mana yerda ограничитель deymiz ruschasiga ketib qolmasligi uchun belvoq qo'yilgan. O'ynakni ramkani tayyorlaganimizdan keyin o'ynakni orqadan qo'ygan bo'lamizda mana fanera orqali steplerda o'tib qo'yilgan. Steplerda o'tilgan va ikkita joydan belvoq berilgan o'ynak mahkam turishi uchun. Har burchagiga burchak holatida faneradan qo'yib o'ynak ketmasligi uchun himoya vazifasini bajaradi. Yana bitta yangilik, keyin buni u yoq bu yoqqa ko'tarishingizda mana oyog'ini yig'ishtirasizda mana samodelni kuruchoq qilib qo'ydim. Mana bunday qilinsa ket. Yana ochadigan bo'lsangiz yana ochib, yana ishlataverasiz. Hammasi qulay holat. Bu ko'proq chevarchilikda ayollar shug'ullanganligi uchun ikkita gulam yopishtirib qo'yganmiz. E'tiboringiz uchun rahmat.